Italiyada Bologna yaqinidagi Padova degan poselkachasini yonida parkingdamiz. Mana ikkita joy bo'sh. Bugun Italiyada zapret bo'lgani uchun bu yer mashinaga to'laydi ertalab. Mana bunaqa bu yangi shofirlarga taalluqli. Eskilarcha aqlli qilish shart emas. Mana bu avtobusga belgilangan joyga turmagan ma'qul, chunki bu yerda turgan ikkita kollegani bugun politsiya kelib havzasini buzib haydatib yubordi. Shu yerda ikki kishi bor edi. Shuncha harakat qilamiz, shunaqa joylarga turmaslikka. Keyin bu yerda bir narsasi bor. Dush bepul, tualet bepul. Endi bizga nima kerak? Bizga dush kerak. Mana dush. Dushni kaltni kassadan olib, dokument berib, kassadan olib, shumul bo'lgandan keyin yana qaytarib olib beriladi. Mana bir bilan tana turibdi. O'zimizni gazchilardan Hind. Biroq shuni aytmoqchi edim. Shu avtobuslarga belgilangan joyda turmaymiz, havzani buzmaymiz. Hammaga omad.